Yangi yil bayramidan avval O'zbekistonning ko'plab hududlarida qor yog'di. Janubdagi tog'larda yoqqan qorning balandligi ba'zi joylarda 2-3 metrga yetganligi haqidagi xabarlar tarqaldi. Qashqadaryolik hamkasbim Maydanak tog'lariga tashrif buyurib, u yerdan lavha tayyorlagan. Hozir shuni e'tiboringizga havola etamiz. Yaqindagina butun mamlakatni qoplagan qor barchamizni zavqqa to'ldirgan bo'lsa, qishning asl manzaralari olis tog'larda o'zini musavvirona namoyon etdi. Shu kecha kunduzda Qamashi tumanining Maydanak tog'larida yog'ib o'tgan qor haqidagi xabarlar sir emaski, butun jamoatchilik e'tiborini o'ziga tortmoqda. Ayniqsa hududning ba'zi joylarida qorning qalinligi 2 metrga yetganligi xususidagi tasvirlar har qanday kishini bir marta bo'lsa-da toqqa sayohat qilishga undamasdan qolmayapti. Jumladan bizni ham. Sayohatning og'ir bo'lishini avvaldan taxmin qilgandik albatta. Yengil transportda tog' tomon yo'l olarkanmiz. Chit qishlog'idan keyin yo'ldagi qor qalinlashib davomiga piyoda yurishimizga to'g'ri keldi. Atrofni cho'lg'agan oqlik ko'zni qamashtirar, yuqorilaganimiz sari tanamiz allaqanday tetiklikni his qilib borardi. Salkam 1 soatlik yo'l yurishdan so'ng tog' tepasidan tushgan maxsus avtomashinada o'sha shov-shuvlarga sabab bo'lgan qalin qorlar sari yo'l oldik. 16-dekabrdan 22 dekabrgacha uzluksiz qor yog'di. Shamol tezligi 32 metr sekundlik bilan. Bir xil joylarimizga 1,5 metr, bir xil joylarimizga 3 metrga doğru yetdi qor qalinligi. Transport harakati uchun ochilgan yo'lning ikki chetidagi qorning qalinligini bilish maqsadida dengiz sathidan 2650 metr balandlikda biroz piyoda harakatlandik. 2 kunlik quyoshli kun ta'sirida qor qalinligi biroz eriganini hisobga olmasa, hudud manzarasi hamon lol qoldiradigan darajada go'zal edi. Go'zallikka maftun bo'lib turarkanmiz, hamrohlarimiz Maydanak tog'lari doim shunday manzaraga ega bo'lib kelganini aytadi bamayli xotir. Iqlimi mana shunday bebaho iqlimi bor. Sababi doimiy qor, mana shu qish faslida doimiy qor yog'ib turadi. 3 metr, 4 metrgacha qor bo'ladi. Bu har yili ham kuzatiladigan qor, iqlim. Bu yerning me'mori ham musavviri ham tabiat edi. Qor uchqunlardan yuzaga kelgan mana bu shakllar go'yo shamolga qo'l uzatilayotgandek manzara kasb etgandi. Atrof sukunatini qor kurayotgan texnikalarning ovozigina buzib turardi. Biroq uning ishi ham zavqli ko'rinardi. Cheksizlikka qadar yetgan azim tog'lar go'yo qorli ko'rpaga o'rangan nuroniy tasavvurini berayotgandek edi. Bo'yimiz barobar qorli yo'l, uzoq va mashaqqatli safar yakunida tanamizda biroz horg'inlik sezilsa-da, ruhan tetik edik. Jannatmonand yurtimiz qishining ziynatini yaqindan ko'rib, his qilishning o'zi ham yoqimli edi.